Yaxshimi? Shu joyda yashaysizlar. Salom. Guliston katta masjidini shunday yonida Novostroyka bo'lyapti. Novostroykani oldida bitta joy bor. Bu joy oldin mahalla komitetga tegishli bo'lgan. Uning ichida bir ayol kishi va 3-4 ta qariyalar yashaydi. Bu videoni Saida Mirziyoyevani administratsiyasiga jo'natib yuboringlar. Xotin-qizlar qo'mitasi podдержка qilib yordam berishsa, ayol kishi 3 ta farzandi bilan, katta farzandi operatsiyaga muhtoj. 2 ta bolasi kasal. Sharoitlar juda og'ir. Akalar, ukalar, bizdan faqat yaxshilik qoladi. Yaxshilik qilaylik do'stlar. Bunaqa qiynalgan oilalar ko'p, lekin bunaqasini men hali ko'rmagan edim. Bunaqa sharoitni hali ko'rmagan. Bitta ko'rib oringlar. Muslim va muslima birodarlarimiz bu videodan befarq bo'lishmaydi va o'zini hissasini qo'shadi degan umiddaman. Jigarli ko'ramiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Nima joy bu o'zi? Shu joyda yashaysizlar. Салам. У нас это Если на русском, может, русском. мы это из мечети, я зашла в Черногорию полосы. У меня вот эта вся девочка инвалидка, вот там Кичкина. Ей вот домашнее обучение. O'zi qanaqa bunaqa bo'lgan o'zi Chilonzorda turamidingiz oldin? Раньше да. А я bo'lmay qolgandan keyin topib uyimizni sotib, ko'rdoqdagi uyni ketdi. Kim? Opam. Они chet elda bo'sh ishsiz yo'qoldilar dedim. Guliston hokimiyatiga chiqdim, uy bering desam, ijara shartnomasi bo'lgan desam, nima bu? У нас, видите, oynagimiz yo'q, qishda sovuq jusurdi. Eshik ochiq. Masjid mana shu yerda suv tashiyman, suvim yo'q. Dash mana Alloh tepida produktim ham yo'q, hech narsam yo'q. Alloh izini bilan inshaalloh bo'ladi. Ладно, я ничего не хочу, я просто детей. Просто Сима подойдет, Джасурка, я куда? У нас вот, ой, я говорю, Джасурку. Juda achinarli, nima deyishim bilmayman, to'g'risi bor. Lekin men ishonaman, saxiy insonlarimiz bor. Jannatda umidi bor. Birodarlarimizni shu kartalarni qoldiraman va nomer telefonlarini Gulistonga yaqin insonlar bo'lsa, shu oiladan, shu ayoldan qo'ldan kelgancha podдержка qilib yordam qilib tursanglar, nihoyatda xursand bo'lardim. Nima deyishim bilmayman, sharoitni o'zingiz bitta ko'rib olasizlar. Вот, пацанки больше. У нее диагноз уже, и он тут. Все говорят, а почему? Вот Ичаги Худзина, Ичаги Уралган. Это вот у нее операция Ичаги Уралган. Это уже, и когда сканча я говорю, что я не знаю, ладно, вот у нее. Диагноз. А вот у нее больше натуры, да, у нее больше там микроаденом гипофиза. Это в интернете я читала, люди на камне, что сделать лекарство. Сейчас рука. Я кушать не варю, только иду, умоляю, иду кушать варю. Детям. Сегодня вот махали, тут с махали, пошло, я этот продукт не хватает, 2 килограмма на полбья сделала. Сейчас вот хлеб и продукты разберите. И лекарства купила, что очень вот внимательно. Лекарства купила. Значит, сейчас вот у нас у нас ничего нет. А что у вас зубами? Я инсульт. Инсульт. Я еще. Скорее, zo'r bo'ladi. Savilabay, inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi. Insult bo'lganlar, 3 ta farzandlari bor, katta farzandlarini ichiga o'ralib qolgan diagnozi bor, uni ham operatsiya qildirish kerak. Hozir mana bu kichkinamizni temperaturasi 40 bo'yotdi, skoriy hozir yaqindan kelib ketdi. Mana bu videoni aziz estetik jo'natib tashinglar. Haqiqatda muhtojlar, ularning auditoriyasi kuchli, mana auditoriya bunaqa emas. Hech kim yordam bermayapti. Mana to'g'ri mahalla o'zini eski xonadonini, eski mahalla komitet bo'lgan joyini bergan. Bu yerda na hojatxona, na vanna, hech narsa yo'q. Derazalarni hammasini ko'ryapsizlar. Befarq bo'lmanglar do'stlar, haqiqatda befarq bo'lmanglar. O'zingizlar bir gaplashinglar, nomer telefon va kartalarni o'zlaringiznikini qoldiraman. Kim qanaqa yordam bera olsa, telefon qilib aloqaga chiqinglar va o'zingizlarning hissinglarni qo'shinglar. Ehsonning mukofoti ehsondir do'stlar. Juda achinarli.